Assalomu alaykum do'stlar. Mana Toshkent suv ombori bugun dam olgani kelganmiz. Mana bu joylar juda turistik infrastruktura rivojlangan joylar. Turistik sanoat ancha rivojlangan joy. Andijon morojniysi sotishyapti odamlar. Kemalarda plyaj bor ekan, narigi taraflarda biz ham katerda 1 soatdan oshiq o'ynadik. Shu ko'rinmaydigan tarafiga borib keldik. Ha do'stlar, sizlarga milindim. Yaxshi joylar, mana Chimyon, Chorboq, turizm o'ta rivojlangan joylar. Sizlarga ham ilindim shu holat mana. Bizni To'qtog'ul suv omboriga o'xshaydi, Qirg'izistonda o'ziga xos chiroyli joylar ham. Chimyon tog'lari, har xil dachalar bor ekan bu joyda ham. Do'stlar bilan aylangani keldik. Do'stlar, albatta kelinglar. Sayohat, safar odamni yana ham sog'lomlashtiradi. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmasaydi, har xil holatlarga tushasan, har xil imtihonlardan o'tasan. Oxirida yaxshi taassurotlar, albatta olgan saboqlar birga bo'ladi. Do'stlar, Chimyondan Toshkent suv ombori.